Mayli. Ho dadasi. Men ketyapman. Ishingni uxlab olgin, bolalarga xushyor bo'lgin. Kelmashim ham mumkin. Ha, bo'pti. Men bilmaydi bo'lasizda, qaqa ketib turganingizni juda yaxshi bilib turibman. Nima? Tiling chiqib qoptimi? Ha, to'g'ri topding, qaqa ketib turgan. Bilasanmi sababi nima? Oxirgi marta qachon o'ynakka qarading? Men ham erkakman, meni ham yashagim keladi. Zaplangim keladi senga qaraganda. Nima? Endi yoqmay qoldimmi men? Ha? Hammasiga sabab mana shu oshxonangiz, mana shu uyingiz. Men boshida qanaqa edim, qanaqa bo'ldim. Xizmatingizni qilsam, ballalaringizga qarasam, oilangizni tinchligini o'ylasam, endi yoqmay qoldimmi? Endi men oynakka qaramay qolibmanmi? Siz ko'chadan ortmaysiz. Ana o'ziga qaragan qizlaringizdan ortmaysiz. Menga ham ozgina mehr berib, e'tibor qaratsangiz, men ham o'sha darajaga chiqaman. Tilingga ko'p beravermayapsanmi? Qilib turgan ishlaringni minna qilib turgan bo'lsang, ertaga uyni bo'shatib qo'y. Men ham o'zimning uyimda qanaqa edim? Sizga erga tegmaguncha. Otam uchun erkak edim. Uyingizga keldim-u, ahvolim bunday, lekin sizga yoqmayapti. Bunday dang'illama hovlilarda qanday qizlar xizmat qilib yashamaydi aytganimni qilib. Bitta arzimagan erda ko'yniga qaralmasang, qanaqa qilib yashab yuribsan? Zo'r. Sharoitlaringiz zo'r. Kimga tatiydi? Kimga? Agar o'sha ko'chadagi qizlaringizga qilgan rasxotingiz va mehringizni menga 10 dan 1 berganingizda, men ham bilardim qanday yashashni. Bemalol kelib yashasin. Qani ko'ramiz. Qaysi biri chip erkan bunaqangi e'tiborsizligingizga. O'zi oxirgi 1 yil ichida sen bilan qanday maza qilib yashaganimni ham eslolmayman. Topganing ko'z yosh, bilganingni qil. Uyni bo'shat bo'lmasa. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan ayoldir u. Ayoldir u. O'zi yetmay murodiga farzandidan umid tutgan ayoldir u. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz, ona zamin gapidirsiz, siz ham ulug', siz ham aziz, ayol aziz, muqaddas ayol. Agar sen xotiningni taroziga chiqarib qancha og'irligi vaznida oltin berasan desa haqqi bor edi. Kim o'ylanardi? Kim xotin ola olardi? Eng yengil xotin 45 kilo bo'lsa-yu, 45 kilo tillo berib kim xotin olardi? Birorta inson xotin ola olmasin. Bizlarga deyarli tekinga berdi. Men arablardan so'rayapman, hozirgi kunda uylanayotgan yigit, kelin olayotgan xonadon kelin tomonga 50 ming dollar mahr berar ekan. Kim berib hozir mana shu yerda 50 ming dollar berib uylandi? Bize 50 ming dollarga qaynatamiz bilan qaynanamizdan qo'shib sotib olamiz. Endi ayolni qarang. Xizmatini qarang. Ayolingizga uylandingiz, oldingiz, kelinni olib keldingiz. Kelgandan beri uyingizda beminnat tekin qorovullik vazifasini ado qilyapti. To'g'rimi? Yo shaharga ketyapman, Toshkentga ketyapman 10 kunga, sen birodar meni uyimga qarab turgunda bitta qorovul saylab ketyapsizmi? Kuniga 50 mingdan beraman, 10 kunda 500 ming pul bo'ladi, pul beryapsizmi? Xotiningizni o'zi qorovullik qilyapti. Oshxonada powerlik qilayotgan odamlar bir kunda 200 ming so'mgacha pul olyapti, kundalik puli. Bizga erta bilan abetimiz, kechqurun ovqatimiz tayyor. Birortamiz 200 ming pul beryapmizmi kuniga? Yo oyiga 6 million pul beryapmizmi? Kiyimizni yuvayotgan, yechamiz, otamiz, ketamiz, olib yuvayotgan ham, dazmollayotgan ham hammasi xotin. Bolamizni bog'chaga beradigan bo'lsak, ertaman 8 dan 6 gacha navaramiz, bolamizni bog'chaga beramiz. O'sha yerda tarbiyachiga bir oyda 3 milliongacha pul to'layapmiz. Xotinimiz baraka topkur, tuqqan bolasini kechasi ham, kunduzi ham qarayapti. Bir tiyin pul beryapmizmi? Bitta farrosh sipiriqchi bir ishxonada 1 million, 1,5 milliongacha ishlayapti. Uyimizga kelgandan beri uyimizni chinniday tutib sipirib sidiryapti. Bir tiyin pul beryapmizmi? Berayotganimiz yo'q.
yana uni ustiga so'kib ham qo'yamiz, yana uni ustiga yetmaganda urib ham qo'yamiz. Nima u qulmi? Ko'rimi bizlarga xizmat qiladigan? Otamizni xizmatini qildi, onamizni issig'idan xabar oldi. Mana shular borki, uyimizda bizlar xotirjam ko'chada yuribmiz, qadriga yetyapmizmi? Siz unda uni hech qachon tunda yolg'iz qoldirmang. Ayol sizsiz o'tkazgan har bitta kunida semiradi. Sizsiz o'tkazgan har bitta kunida yig'laydi, stressda bo'ladi. Ayol ersiz juda ham tez qarib ketishni boshlaydi. Ayol erkak bilan ayolning munosabatlari bilangina yosharib, go'zal bo'lib yuradi. Ayolingizga hech qanaqa vitamin va kollagenlarning keragi yo'q. Ayol qachonki erini, mehrini to'liq his qilsa, shundagina faqat yosh va go'zal, chiroyli qomatli bo'lib yuradi. Endi qiyomatda olovdan bo'lgan 80 darrani hajga borgan bo'lsa ham yeydi so'kkanlik uchun. 10 ta odamni so'kkan bo'lsa 800 darra yeydi. Yevradi qancha odam bo'lsa. Hajga borgan bo'lsa ham, namoz o'qigan bo'lsa ham, so'kkan bo'lsa, o'sha jazosini qiyomatda oladi baribir. Tilimizni so'kishdan to'xtataylik bugundan boshlab. Ona erpoy astag'firulloh la havla. Ona xotinini so'kadi ya la havla. Sen odammisan o'zi? Lekin ba'zi erkaklarimiz bor, ayolni insonida ko'rib, o'zining ayoliga qo'pol gapiradi. Birisi savol berayotir. Domla deydi, men deydi ayolimdan ko'nglim sovibdi, lekin birga ishida ayolimni ko'rsam deydi, ko'nglim isiydi deydi. Shuni ko'nglim talab qiladi deydi. Nima qilsam qutulaman deydi. Ayolinga qaragan paytda mening juft halolim, bir umrlik yo'ldoshim, men uchun ota-onasidan kechib kelgan, Alloh bergan omonatim bu. Bitta yomonligi bo'lsa, minglagan yaxshiligi bor-ku, ovqatimni qilsa, kirimni yuvsa, yaxshi nazar bilan qarasangiz u yaxshi ko'rinadi ko'zingizga. Kiyintirib qo'ying uyda uni. Ko'chadagilarga qaramasdan. Bu begona bu menga harom bu. Bu bilan muloqot qilganda ehtiyot bo'lishim kerak. Nomahramlik hissi bor. Bunga gapiradigan shirin gapingizni ayolingizga gapiringchi. Ana unda ayolingizdan mehringiz so'nmaydi. Bir narsaga yomon deb qarasangiz, siz uchun yomon bo'lib shakllanib qoladi. Nafrat egallab boshlaydi insonni. Haqiqatda uyga bir qarang, kirimizni yuvsa, ovqatimizni qilsa, bolamizga qarasa, uni bitta aybini, sal bir xatosini nima uchun katta qilib yomon ko'rib uf deyishimiz kerak. Unga gapirishimiz kerak. Erkak, haqiqiy erkak ayolni so'kmaydi. Haqiqiy erkak ayolni urmaydi. U zaiflik belgisi.